Cho'qtepadan hech bir uy qo'ymadik. Bugun shunaqa bir yaxshi uy chiqib qoldi do'stlar. 4 burchak, 4 xona, to'liq pishig'ishda rigel kolonnalari bilan, podvallari bilan, gaz svet suvlari to'liq bu yerda ziloniy zonasi o'z ko'rib turibsiz, haqiqiy ziloniy bo'lib yotibdi. Undan tashqari orqasida mol qo'y boqqani, yana qanaqadir bir uy qurgani, alohida joylari ham qilingan ekan do'stlar. Undan tashqari bu yerda hammom hojatxonaga harakat boshlangan. Endi bundan buyog'iga siz harakat qilasiz. Sabab olganingizdan keyin o'zingiz to'g'rilab olasizlar. Lekin uylar juda ham mustahkam qilib qilishayotgan ekan. To'liq pishig'ishda hamma joylari mustahkam bo'lgan. Mahalla ham tinch, ko'chaga uzoq bo'lmagan holatda. Ikkinchi uy ekanda, Uglovoyga juda ham yaqin holatdagi uyimizni 68 ming baholaganmiz do'stlar. Bemalol kelib, nafaslar juda maza qilib oladigan ekanda, nafas emas, nima deydi? Nima deydi? Havodi maza qilib oladigan joylar ekan. To'liq manzilini Telegram kanalimizda qoldiraman, egasini o'zim nomerini qoldiraman, o'rtada hech kim yo'q, kelib savdolashib oladigan joyi. Undan tashqari orqada ozgina chorva qilaman desiz ham yaxshi ekan. Qo'shnilarda hammasini slivlari o'ziga tushgan, uyimiz chorsi holatda aloqaga chiqib, savdoni qilib, barakani qilib, notarius qilib, keyin bizga ham ozgina ayrini berib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Aloqaga chiqib ko'ring.